Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatda yoshxona mebelamiz ustunovkasini qilib bo'ldik. Xudo xolasa ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mebelamizni 360 joyga qo'yib berdik. Hop, antresonli variantda 360 ga bo'ylari 260 bo'ldi. Ko'rib oxirigacha tomosha qilsanglar, narx-navolari, dastavkalari qayergacha bor, qanaqa materialda qilinganlarini tushuntirib o'tamiz. Hop, birinchi o'rinda bonuslarimizni aytsak, mo'ykalari, bu yoqda sushurkalari, hop, qoshodonlarini o'zimiz bonus qilib berganmiz. Mebelimiz ichida bo'ladi. Mebelimiz 100% laminat materialdan bo'ldi. Korpus eshik qilib, oq laminatga mokriy laminatni kombinatsiya qilib ishlab berganmiz bu joyga. 3 etajli variantda bo'ldi. Tepalari ham ancha chuqur. Bitovoy texnikalarni o'zimiz olib kelib berdik. Akamiz bunga alohida pul qo'shib berdi. Stollarning usti rossiyskiy, zavodskiy stolishniца bo'lgan. Tagida mana pechatlari ham bor. Eshiklari полный plastmassa kromka, korpuslari ham полный plastmassa kromka bo'lgan. Tortishlari vakuumli. Hamma mexanizmi vakuumli bo'lgan. Bu yerga xolodilniy joyini qilib qo'yganmiz. Tepada xolodilniy tumbalari bilan. Bu yo'llarni ham polniy ochib, to'g'rilab qo'ydik. Gaz mo'ykalarini ulab qo'ysa bo'ldi. Sushulkalarni, bu yerga vishilkalarni qo'yib berganmiz, ochiq yuradigan vishilkalar. Sushulkalar ham o'sha original sushulkalardan. Xudo zanglamasdan uzoq yillar xizmatini qilib beradi. Polniy qo'ygan joylari hamma yo'g'i polkali bo'lgan. Mana polkasi joy qolmaydi bizda. Klient maza qilib foydalanishligi uchun. Polkani olib qo'ysa ham uzunroq katta narsalarni qo'yib foydalansa ham bo'laveradi. Bu yerga duxovkaning joyini qilib qo'yganmiz gaz tagiga. Hozir sizlarga tepasini ochib ko'rsataman. Qaranglar, tepasi ham ichlari ancha chuqur bo'lgan. Oshxona mebelga zakaz berayotganinglarda agar shunaqa kapillarni yopishtirib qo'ysanglar, 85 kirmochni qo'ysanglar, 90 sm ga yopishtirsanglar, bunaqa stik bo'lmaydi. Endi bu stikka filmni yopishtiramiz. Hamma yo'q joy-joyda bo'ladi. Akamiz mebelga zakaz berishdan oldin bizni birinchi chaqirgan, o'chkab ketganmiz. Mo'yka, gaz hamma yo'g'i joy-joyida tushdi. Razvedkalargacha. Xolodilniy razvedkalari ham bu yoqqa qo'yib qo'yishibdi. Hamma yo'g'i xudo xolasa joy-joyida bo'lgan. Kommentariyaga o'z fikrlarni yozib qoldirasizlar. Mebellarimiz yoqqan bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, zakaz berishingiz mumkin.